Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana Madaniy Media. Ma'lum bir sabablarga ko'ra bir necha oylik tanaffusdan so'ng men yana sizlar bilan. Bugungi mavzuyimiz oldingilarga qaraganda nisbatan qisqaroq. Agar videolarimiz sizlarga manzur kelayotgan bo'lsa, like bosib obuna bo'lishni ham unutmang. Demak, tayyor bo'lsangiz biz videomizni boshladik. Ispaniyada 3000 metr balandlikdagi tog'larda sun'iy g'or topildi. Unga quruqlik orqali yetib bo'lmaydi va u yaxshi quruqlanadi. Guvohlar u yerga vertolyotlarda oziq-ovqat va jihozlar bilan to'ldirilgan konteynerlar yetkazilayotganligini bilib qolishdi. G'or ko'pchilikning e'tiborini jalb qildi va ma'lum bo'lishicha, u yerda butun bir yerosti shahri qurilgan. Bunday shahar bunker qiyomatda omon qolish uchun qurilgan. Unga na yadro urushi, na toshqinlar tahdid solmaydi. Qoyatosh har qanday hujumda qalqon vazifasini o'taydi. Bunkerning balandligiga esa har qanday sunami kelmasin yetib bora olmaydi. Bu yer osti shahri 100 ming kishi uchun mo'ljallangan va zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan. Uning ichida kinoteatrlar, uylar, ko'chalar, poyezdlar, suv attraksionlari va do'konlar joylashgan. Bu faqat elit va unga yaqin odamlar uchun qurilgan. Bunker oziq-ovqat zaxirasi va yashash sharoiti bilan 100 yilga ta'minlangan. Axborot manbaining ta'kidlashicha, bunkerni qurish uchun milliardlab dollar sarflangan va jahon elitasi global miqyosda jiddiy o'zgarishlarga tayyorgarlik ko'rmoqda. O'ylab ko'ring, agar iqlim o'zgarishi haqidagi gaplar yolg'on bo'lsa, nega jahon elitasi qiyomatga tayyorgarlik ko'rmoqda? O'z fikringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Xo'sh, bu haqiqatmi yoki shunchaki uydirma? Siz bu holatga qanday qaraysiz? Fikrlaringizni albatta kommentariyalarda kutib qolaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.